Koreys tilini o'rganmoqchiman, lekin nimadan boshlashni bilmayman. Mana sizga 3 ta layfhak. Birinchisi, Koreya davlati haqida tasavvurga ega bo'lish shart. Bu geografik joylashuv, iqlim, aholining soni, topishi, daromadi va bu mamlakatda qancha pullar aylanayotganligi hamda Koreya nimasi bilan mashhurki, hozir trendda. Undan so'ng hammasini alohida ochib chiqasiz. Ikkinchisi, Koreyani tanlagan chet elliklarni o'rganib chiqish. Ular avval kim bo'lgan, hozir kim, Koreya davlati ularning moliyaviy va ruhiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatgan, plyus va minuslarni real odamda ko'rib chiqish foydaliroq chem dramalarga qaraganda. Uchinchisi, koreys tili bozori narxini o'rganish va bir-biriga solishtirish. Koreys tilini umuman necha pulga o'qishyapti? Bozorda koreys tilini narxi qancha? O'quv markaziga qancha qatnashish kerak? Koreys tilini o'zi umuman tekinga o'rganish mumkinmi yo'qmi? Hammasini o'rganib chiqish kerak. Keling bir-birimizga yordam beramiz. Agar kimda kim shu savollarga javobni bilsa, albatta kommentarlarda yozib qoldiring. Kommentariya qancha ko'p yozilsa, men kelasi videolarda koreys tilini tezroq o'rganadigan fishkalarni bittama-bitta ko'rsataman. Bayqalaylik.